Qishloq xo'jaligi mavzusidan uzoqlashmagan holda e'tiboringizni Namangan viloyatidan tayyorlangan yana bir qiziqarli lavhaga qaratamiz. Dildora, hech suvsiz holda daraxt o'stirishni bir tasavvur qilib ko'rganmisiz? Nazarimda buning imkoni bo'lmasa kerak. Adashasiz, Dildora. Namanganlik bog'bon yangi daraxt ko'chatlarini suv quymasdan ham ko'kartirish mumkinligini o'z tajribasida amalga oshirdi. Bitta daraxtni katta bo'lishi uchun bog'bondan juda katta mehnat talab etiladi. Qolaversa, unumdor tuproq, suv juda ham zarur. Mana shu daraxtni katta qilishda o'ziga xos tajriba qo'llanilgan. Murodjon Yusupov Davlatobod tumanidagi Orzu massivida joylashgan yashash xonadonida ko'p yillik o'ylab yurgan ixtirosi, ya'ni yelim idishlarga daraxt ko'chatlarini ekib, suv quymasdan o'stirish tajribasini sinovdan o'tkazmoqda. Ko'p yildan beri suvni tejash, cho'lni bog' qilish loyihasini ustida ishlardim. Bu loyihamni boshqa loyihalardan afzalligi shundaki, mana Qoraqalpog'istondagi tuzli cho'llar, mana issiq davlat, Afrika, arab davlatlarida qo'llasa bo'ladi. Sabab material juda arzon turadi. Undan keyin tabiiy sharoitda bu materialimiz 450 yil mobaynida chiriydi. Faqat buni ozgina modernizatsiya qilib, balandligi 1.30, og'zini diametrini 30 sm qiladigan bo'lsak, 20 yil mobaynida daraxtimiz har qanday shamolda ham qulab ketmaydi. Buni asosiysi yelim idishga solingan tuprog'imiz loy bo'lmasligi kerak. Chunki loy bo'lsa, ko'chatimizning ildizi chirib ketadi. Oddiy tuprog'i, mana nam tuproq bo'lsa bo'ldi. Qappoq yopiqli hisobiga mana suvlar ko'rinib turibdi. Hech qachon shamol kirmaganda nam tuproq qurib qolmaydi. Ko'chatning ildiziga quyosh nuri, shamolli keragi yo'q. Nam tuproq bo'lsa bo'ldi. Bu loyihani o'tgan yili ungacha juda ko'p yildan ishlayman, lekin o'tgan yili shu narsaga 450 yil ichida chirishni bilgandan keyin shunga o'tkazdim. 1 yil mobaynida mana issiq paytdan umuman suv quyganim yo'q. Chunki bu natijasi menga ham qiziq edi va nihoyat o'z yaxshi samarasini ko'rsatdi. Bu yil men yana ekdimdan keyin. Demak, bu ikkinchi yil, bu birinchi yilga. Bu o'tgan yilgi, bu yilgi ko'chatlarimiz. Murodjon Yusupovning yangi loyihasi ona tabiatni asrash, qurg'oqchil cho'l hududlarda ham yashillik kasb etishi bilan ahamiyatli.